Roza tutuş. Abla, rozam sundi. Ramazan ayının tunji kuni Ali joyida faqat jim turolmay qoldi. Uning tunji qatim roza tutuşi bo'lib, tushga yaqin qo'rsqi etishga boshladi. Anisi etgan tomoqning purqi uyni bir oldi. Ali ashxonaga anisining yeniga kirdi. Ali, roza qandoq ketib bordi? Qo'rsig'ing bak ichib ketdimi, balam? Bek emas, ozroq ochdi, ana. Lekin chidayolmayman, chatoq yo'q. Sana rozaga aloqador bir sirni deb beraymi? Bekli bilgim bu, ana. İftar vaqtining texmi tezroq kelishini xohlasang, obdan bir ish bilan mashg'ul bo'lganing yaxshi. Masalan, menga yordam qilsang bo'ladi. Ishlarimiz tugaganda iftar vaqti kelgan bo'ladi. Aliga bu gap toza yoqdi. Onasiga yordamlashish bekli ko'ngillik edi. Ramazon oyida faqir miskinlar uchun tomoq etimiz. Tomoq etish mendan, qachalash sendan, yetkazish bo'lsa dadangga qoldi amsa. Eng oson ishni men optiman. Vaqt o'tgan sari Alining qo'rsqi texmi ochqili turdi. O'g'lim, tomoqlarni bu bilimlik qachilarga bo'lgin. Ali tomoqlarga shundoq bir qaradi. Meningcha, mushunchilikdan bo'lsa bo'ladi. Deb tomoqlarni cho'mish bilan az-azdan bo'ldi. Shunchalik az usvatadiki, bu anasining diqqatini tortdi. Anisi o'xshash miqdordagi tomoqni Alining qachisiga usib, "Ali qozam, amsa bu sening iftorlik tomog'ing", dedi. Ali qochidagi tomoqni ko'rib hayron qoldi. "Ono, bu bekli ozg'u, bunchalik tomoqqa men qandoq to'yman?" Lekin sen muqachilarga aran mushunchalik usib berding. Ular to'ysa sen mi to'ysan degan gap. Ali o'zining bo'lganining adil bo'lmaganligini bildi. Qo'rsqi shu qadar ochdiki, "To'g'ri deysiz, ona. Qilganim to'g'ri bo'lmabdi. Roza tutib, buni texmi yaxshi tushundim. Yana texi tomoqning yeniga tatliq turimlarni qo'yishimiz kerak-ku meningcha." Ali rozaning yordamida o'zini faqir miskinlarning o'rniga qo'ya oldi. Ochliqqa chidamoq haqiqatan bekdas ekan. Ali bu tuyg'uni beshidan o'tkazganligi uchun boshqalarga mehr shafqat yetkaza oladigan biriga aylandi. Tatliq turim to'g'riliq degan gapingni bak yoqtirdim. Undaqda qaysi tatliq turimni tayyorlasak bo'la? Ali hech o'ylanmasdan javob berdi. Albatta shokoladli bolka. Ular birlikda xurishlarni chiqarishib, bolka etishni boshladi. Navbat ishning eng qiziq yeriga keldi. Ali qo'lidagi shokolad qiyamini bolkaning ustiga to'kdi. Har qatimqiga o'xshash qachining ostida qolgan shokolad qiyamining yuqini barmoqlari bilan siyirib yeyishga boshladi. Hammani yeb bo'lgandan keyin, yo'q!" deb tovlibatdi. Onasi cho'chib orqasiga qarab, "Nima bo'ldi, o'g'lim? Nimishqa vaqiraysan?" deb so'radi ansirgan holda. Alining ko'zlari liqqida yoshga to'ldi. U, "Boya ro'zador ishganligim esimda yo'q. Eshib qolgan qiyamni yeb ro'zam sundi. Iftorga ozli qoptikan to'q." deb yig'lashga boshladi. Anisi Alini quchog'iga ilib yoshlarini surtdi. "Ansirma, ro'zang sunmidi?" "Rostmi, ana? Lekin men qiyamni yegan tursam." Payg'ambarimiz ro'zador odam esida yo'q bir narsa yeb va ichib solsa, ro'zini buzmay tutaversin. Chunki uni Alloh taolo yegizgan va ichgizgan bo'ladi, degan. Ya'ni bu shokolad qiyami Allohning sana qilgan sovg'asi. "Sovg'imi? Bu bek yaxshi ishkan, ana. Ro'zamning sunmaganligidan bek xush bo'ldim." Shundaq iftorga bek oz qoldi. "Senmo ish qilib xili harding. Endi aram elib ol, balam." Ali rostilla bek charchagan edi. Ochliqdan holsizlanib, ozroq uxlab olmoqchi bo'ldi.
Ana, ben birden uxlab olay. Belki düşümde kempütün yasalgan yollar, etildirilgan qonaqlardan yasalgan qarlar ve şokoladdan yasalgan öýlerini görermen. O çağda aldımğı nemi gəlsə şunu yeymen. Anısmı Ali'nin bu xiyaliga taza güldü. Birdemden keyin Ali şundaq tatlıq uyquga ketdi. Derazadan kirgan azan ovozi bilan tang uyg'ondi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oxiri iftar bo'ldi. Ali əmdi mangay deb qadam ilishiga yerdagi kempütlardan yasalgan yo'lni ko'rdi. Uyqudan uyg'ongan ko'zlarini ovulab, buning nima ish ekanligini bilishga tirishdi. Kempüt yo'l oshxonaga tutishadi. U oshxonaning oldiga kelib eshikni ochdi. Oshxona ichi qorong'u edi. Birdamdan keyin chiroqlar yondi. Alqish sadolari, sharlar, Alining eng yaxshi ko'radigan tamoqlari bilan to'lgan bir ustal va uning atrofida u eng yaxshi ko'radigan do'stlari, tuqqanlari. Anasi bilan dadasi Alining yeniga kelib, tutgan tunji rozangni xotir bo'lib qolsin deb tabriklaydi dedik. Alloh tutgan rozangni va rozimizni qabul qilsin. Ali ko'zlariga ishonmayli qoldi. Tasvirligisiz xushal bo'ldi. Do'stlari bilan birga iftar dasturxonida o'ltirib, ig'iz ochdi. Hayotidagi eng go'zal kunlardan birini o'tkazdi.